Bekshoh video studiyasi shirin orzularingizning tiniq aksidir. Jasurbek Mavlonov Olov Media taqdim etadi. Konsert boshlanishiga ozgina qoldi, kech qolsa. Shogirdlarimizdan biri eng erkatoy, mehnatkash Jasurbek Mavlonovning ilk yakkaxon konserti. Nima deyman, mana o'sha o'zini mehnati, o'zini mashaqqati, mehnatdan qochmasdan mana harakat qilib, ijod qilib, bugun xalq oldida birinchi marta o'zini hisobotini beryapti. Bu albatta har qanaqa ustoz uchun eng katta baxt, chunki barcha shogirdlarim, barcha ukalarim, meni uchun jigarlarim, meni yaqinlarim, farzandlarimdek ko'zim oldida katta bo'lishdi hammasi. Ularni yutug'i albatta bu meni yutug'im. Fursatdan foydalanib Jasurbekka faqat omad tilayman. Ilohim yuzi issiq bo'lsin, xalq oldida barcha qilayotgan ijodlari xalqimizni qalbidan, yuragidan chuqur o'rin olsin. Kelajakda bugungi konserti uni yutuqlarini, muvaffaqiyatlarini boshlanishi bo'lsin. Eng yuqori cho'qqilarda xalqimizga xizmat qilib yurish nasib qilsin. Faqat omad yor bo'lsin deyman. Yurtim, senga she'r bitdim bu kun. Qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor, o'z yurtin butun olam aro atagan tanho. Ular she'ri uchdi ko'p yiroq, qanotida kumush diyori. Bir o'lka bor dunyoda biroq, bitilmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Assalomu alaykum. Betakror vatanimning saodatmand insonlari, muhtaram mehmonlar, san'at tantanasiga xush kelibsiz. Aziz do'stlar, umid qilamizki, konsert dasturida ijro etiladigan yangi qo'shiqlar, premyerasi bo'lib o'tadigan videokliplar va rang-barang chiqishlar qalbingizdan munosib o'rin egallaydi. Marhamat, ushbu muhtasham Xalqlar do'stligi saroyining fayzli sahnasida Jasurbek Mavlonov qarshi oling. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni chin do'st deb nomlangan konsertimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, sizlarni ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Boshimiz ko'kka yetdi. Marhamat, ashulalarimizni sizlar uchun taqdim qilamiz.
sendan o'zga yoru ma'shuq olamda hech yo'q. Mendek telba xoru oshiq olamda hech yo'q. Ah uraman, faryod uraman, sen uchun hammadan ko'p ko'p. Ah uraman, faryod uraman, sen uchun hammadan ko'p ko'p. Ishq yana ishq, yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Ishq yana ishq, yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Qaydan bitsin sevgi satrin, ishq kitobin bilmasa. Qaydan bilsin sevgi qadrin, tosh bag'ir yor sevmasa. Sen sevasan, men sevaman, o'rtada ishq paydo. Sen shaydoyu men shaydo, o'rtada ishq paydo. Ishq yana ishq, yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Ishq yana ishq, yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Ah yonaman, yonaveraman, har lahzada sog'inaveraman. Rashk yana rashk qilaveraman, gullardan ham qizg'onaveraman. Ishq yana ishq, yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Ishq yana ishq, yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Tumor raqs ansambli. Marhamat, keyingi qo'shiqlarimizda davom etamiz. Ey dilbara Dilara, o'q etding nigohingni, yo'q ixtiyor yo'q orom, endi yo'q gunohingni. Ey dilbara Dilaram, o'q etding nigohingni, yo'q ixtiyor yo'q orom, endi yo'q gunohingni. Xaroba yo'l xorodil, mana o'tsiz yonyapman. O'ylab edim seni gul, endi bundan tonyapman. Qarog'imda qaradoq, menga g'amni yor etding. Ey dilbari Dilaram, so'ng o'zing qayga ketding?
nigohingni yo'q ixtiyor yo'q orom endi yo'q gunohingni mayli sen o'zing orzu qilgan muhabbatni topding balki bu taqdir zayli biz ayro tushdik mayli ayt o'zing orzu qilgan muhabbatni topdingmi ey dilbari diloram dunyoga hayrondaman men ham topmay sevgimni bir umr armondaman dilbar diloram o'q etding nigohingni yo'q ixtiyor yo'q orom endi yo'q gunohingni dildor ish o'rtagan jonimga ikromni shoir etgan sen muhabbat timsol ko'nglida bor dardisan kuydim bulbul misoli hofizni hofiz etgan sen muhabbat timsol ko'nglida bor dardisan kuydim bulbul misoli nigohingni yo'q ixtiyor yo'q orom endi yo'q gunohingni ey dilbari diloram rahmat davom etamiz yana keyingi yangi ashulalarimizda. Marhamat. bo'lmaydi rizqi bo'lmas yerdan terib bo'lmaydi bitilgan taqdirdan ketib bo'lmaydi ertaga nimalar bo'lmaydi odam halollikda baxtni topmog'ing tayin xato qilib ortga qaytmog'ing qiyin yurakdagi dog'ni artmog'ing qiyin ertaga nimalar bo'lmaydi odam 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 ertaga nimalar bo'lmaydi odam 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 ertaga nimalar bo'lmaydi odam odamzod yashasa boylik g'amida so'roqlamas hech kim og'ir damida qadrla qarindosh do'stni borida ertaga nima
nimalar bo'lmaydi odat. Ko'rpaga o'ranib yotarsan xasta, farzandlaring bo'lsin xo'p kamar basta. Joning olar ajab kelsa bir pasta, ertaga nimalar bo'lmaydi odat. Ertaga nimalar bo'lmaydi odam. Odam ertaga nimalar bo'lmaydi odam. Ertaga nimalar bo'lmaydi odam. Gohida ko'zda yosh tomchi, o'zi taqdir bizga yolg'on arg'amchi. Nopoklikda qurgan baxting aldamchi. Ertaga nimalar bo'lmaydi odam. Buguning ham ertang o'zing qo'lingda, adashmagin to'g'ri yurgan yo'lingda. Ezgulik fursun o'ngu so'lingda. Ertaga nimalar bo'lmaydi odam. Odam ertaga nimalar bo'lmaydi odam. Ertaga nimalar bo'lmaydi odam. Ertaga nimalar bo'lmaydi odam. Ertaga nimalar bo'lmaydi odam. Moskvadan kelgan tog'amiz, rahmat. Shu to'g'risini aytsam, yoshligimda juda ham to'polonchi bola edim. Maktabda qizlarga nom to'qirdim o'zimcha. Nafisa degan qizlarni ayniqsa Nappi deb chaqirardim. Bizning sinfimizda bir emas, ikkita Nafisa bor edi. Ikkalasini ham Nappi deb chaqiradigan bo'lib qoldi men orqali hamma. Vaqtlar kelib, vaqtlar o'tib, o'sha sinfdoshim to'g'risida she'rlar, qo'shiqlar yozishga to'g'ri keldi. O'sha qo'shiqni hozir ijro qilib beraman sizlarga. Marhamat. Holatim xarob, quyib ber sharob, muhabbat sarob, Nappi. Azoblar etib, tashlading ketib, yig'ladim kutib, Nappi. Holatim xarob, quyib ber sharob, muhabbat sarob, Nappi. Azoblar etib, tashlading ketib, yig'ladim kutib, Nappi. Fidoying o'zim, yo'lingda ko'zim, qaytgin yolg'izim, Nappi. Bevafo eysen, shirin so'z aytgin, kechirdim qaytgin, Nappi. Holatim xarob, quyib ber sharob, muhabbat sarob, Nappi. Azoblar etib, tashlading ketib, yig'ladim kutib, Nappi. Alamning zahri yig'latdi oxiri, Nappi. Ketishdan ko'ra holimni so'ra, sensizman qara, Nappi. Holat
Holatim xarob, quyib ber sharob, muhabbat sarob, nabi. Azoblar yetib, tashlading ketib, yig'ladim kutib, nabi. Ustumdan kuladi nabi. Ketyapman muzlab, ortingdan izlab, ismingni so'zlab nabi. Holatim xarob, quyib ber sharob, muhabbat sarob, nabi. Azoblar etib, tashlading ketib, yig'ladim kutib, nabi. Holatim xarob, quyib ber sharob, muhabbat sarob, nabi. Bevafo ey sen, shirin so'z aytgin, kechirdim qaytgin, nabi. Nafisa qaytgin, nabi. Tumor raqs ansambli. Kelinimiz hoyken yar yar yarani, alahatga boyken yar yar yarani. Kelinimiz hoyga yar yar yarani, yolumuz masiker yar yar yarani. Son kızlar saçmayız yar yar yarani, haddinizden aşmayız yar yar yarani. Mart olmasa şu yigit yar yar yarani, olar mıdır hocamız yar yar yarani, yar yar yarani. Assalomu alaykum, xush kelibsiz konsertimizni buzib. Va alaykum assalom bolajonim. Biz sizga Surxondaryodan bir go'zal suluv qizni kelinlikka tanlab keldik bolajonim. Mangami? Ha? Ha, yo'q, ismi nima ekan kelinni? Voy kelinni ismi Rizvongul. Hay yo'q, menga kelin kerak emas. Voy Konsertda bolajonim. Voy jon bolam. Avval siz ko'ring qizni. Shunday suluv, aqlli qiz. Bir ko'ring bolam. Voy ko'ring. Qani kelin? Mana. Omadim keldi sevgida, Rizvongul ey, Rizvongul. Bunga hamma kuldida, sevmay o'lay, Rizvongul. Qolding menga boylanib, yor bo'lmakka shaylanib. Qolding menga boylanib, yor bo'lmakka shaylanib. O'tirmading o'ylanib, ketdik yuray, Rizvongul. Rizvongul ey, Rizvongul. Olib ketay tog'larga, yashil yashil bog'larga. Unga tegma deganlar, o'zi qolsin dog'larda. Akang kelsin ko'rgani, opang kelsin ko'rgani. Bola chaqali bo'lsak, vaqting bo'lmas kelgani. Ketdik Rizvongul. Hayyor. Yuzta go'zal ko'rsa ham, jonim sendan kechkim yo'q. Bizlar
yetsak qaniydi baxtga yetsak qaniydi ko'chayda ko'p turmayin meni hamma taniydi ketdik rizvonga ezvording rizvonga biz ketmasak bo'lmaydi ay g'ururdan kechaymi biz ketmasak bo'lmaydi er g'ururdan kechaymi uyalmasdan uyingda uyalmasdan uyingda uyalmasdan uyingda ichkiyov bo'p yashaymi ketdik rizvonga ezvording rizvonga ketdik rizvonga ketdik rizvonga tezroq bo'lay rizvonga bolam ichkarida bizni qiladigan ishlarimiz bor. To'yday bo'lsin. Siz davrani shoh qo'shiqlar bilan qizdirib turing bolajonim. xo'p bo'ladi xolajon. Ko'zni ko'zga to'g'rilab rahmat salomat bo'ling rahmat yuragimni o'g'irlab bor vujudim sehrlab suydirding dildora kuydirding dildora ko'zni ko'zga to'g'irlab yurakimni o'g'irlab ko'zni ko'zga to'g'irlab yurakimni o'g'irlab qarashingla sehrlab qarashingla sehrlab kuydirding dildora suydirding dildora kuydirding dildora ham suydirding dildora qadam bossang gul sar zulfi yuzini to'sar qadam bossang gul sar zulfi yuzini to'sar mana aşkın derdi sar mana aşkın derdi sar suydirding dildora kuydirding dildora suydirding dildora ah kuydirding dildora suydirding dildora ham kuydirding dildora haramdan suydirding dildora kuydirding dildora kulsang kular dunyolar kuna bakar daryolar kulsang kular dunyolar kuna bakar daryolar senday baxayolar kuydirding dildora senday baxayolar kuydirding dildora kuydirding dildora ah suydirding dildora kuydirding dildora ham suydirding dildora
Jasurbekning omadi Suydirding dildora kuydirding dildora Suydirding dildora kuydirding dildora suydirding dildora kuydirding dildora Suydirding dildora kuydirding dildora Aman Jasurbek Mavlonov, Tumor raqs teatri. Jasurbek, ilk katta muvaffaqiyat bilan, konsert bilan muborakbod etaman. Ijodiy parvozlar tilayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Tomoshabinlarimiz ko'pchiligi ayollarmi, erkaklarmi? Nima deb o'ylaysiz? Nima qilib bilsak bo'ladi buni? 50-50 menimcha. Ayollar biz ko'pchilikmizmi? Erkaklar biz ko'pchilik ekanmiz. Ana shu yerdagi yurtdoshim juda to'g'ri topdi. Rahmat sizga ruxsat beraman. Dilnoza xonim Ko'payeva. Qarsakiylar. Azizlar, hali shunaqa fursat bo'ladi. Chiroyli guldastalaringizni ulashasiz. Bejizga bu savolni bermadim. Sevimli shoirimiz marhum O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov shunday deydilar. Ayol zoti kamon bo'lar. Erkak zoti o'q. O'q kamonga ilinadi, boshqa iloji yo'q. Kamon o'qni tortib mahkam quchmoq bo'ladi. O'q tortilgan sari yiroq uchmoq bo'ladi. Sahnada bravo jamoasi. Bravo. Hammaga salom, biz o'sha xullas kalom. Sog'indik sizlarni, kim kutdi bizlarni? Tabassum yuzimizda, lekin yurak yig'laydi. Hayot pasbaland ekan, ammo to'xtab qolmaydi. Qani birgalikda. Yana sahnadamiz siz uchun. Mehringiz kerak yana biz uchun. Siz borsiz, biz bormiz azizlar. Doim kulib yashang do'stlar. Assalomu alaykum. Qachon bizni ko'rsa kulib kutib oladigan bravo ashaddiy muxlislari. Ya assalomu alaykum, semiz bo'lsa ham mayli. Ha? Kampir bo'lsa ham mayli. Qop-qora bo'lsa ham mayli. Lekin puli ko'p bo'lsa bo'ldi deydigan yigitlar. Assalomu alaykum. Turk seriallarini ko'rib, yomonlab, ustidan yozib, lekin uyga borganda qaynonasini qudret deb chaqiradigan erkaklar. Toshkentgacha Kamol keladimi? Tayson keladimi? Kim kelishidan qat'iy nazar, o'zini erini boshida ko'tarib beradigan haqiqiy o'zbek ayollariga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toshkentda yursa ham, Rossiyada yursa ham, Amerikada yursa ham, o'zini shevasida gapiradiganlar. Assalomu alaykum. Voy 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 voy. Voy xudo, qolasan toli. Taqdila demayman bugun. Ya kuyov bola-yu, kuyov bola, kuyov bola. Chin erkak. Rahmat. Voy uylandimi eshitdinglar? Ya morobuz. Asaloyiga haqqa bordinglar, asaloyiga. Endi biz Turkiya qilib o'tirmadik. Kelin bir marta ham saunaga bormagan ekan. Mahallani boshidagi saunaga olib chiqdim. Xotinni oldim, saunaga sovardim. Eshikni yopdim. Kalta bilan qupladim. Katta stol turgan ekan olib kelib tirab qo'ydim. Darcha bor ekan qarab tursam,
Xotin ko'karib ketyapti. Xotin qizarib ketyapti. Qarasam xotin tillab mazza qilyapti. Xotin qani? Yo'q, xotin qolib ketdi-yu, xotin. Bomi ketgan deyishini. Bomi ketgan. Ey Shahlo, Ha. qaragin, mana shu asalmi? Ye. Men qayerdan bilay? Otashaka yeb ko'rsak bilamiz, yo'qmi? Nima berdingiz? Menga asal emas u bu. Men ham aytdim, qulog'im ichida asal nima qiladi deb. Shahlo, malo shikolatmi? O'zing o'sha shikalatingizni. Bilib qolding-a? Voy, ey. Nima yeyapsizlar? Nima yeyapsizlar? Bizami? Bularni yeyotganini qo'y. Ha. Menda zo'r narsa bor. Nima? Jivachka. Bu jivachkani chaynasang, lupoy odam ko'zingga chiroyli bo'lib ko'rinadi. Shuni men chaynab ko'ray. Marhamat. Chaynay o'zi, rosa chaynaysiz. Qalay? Rostdan ham men yigitlarning chiroyliligini. Zo'r ta'sir qiladi, dedimi? Voy, bitta bering menga, bitta beringchi. Ma. Voy, qalaysiz? Shunaqa ham chiroyli erkak bo'ladimi? Men senga adashib qizlarnikini berib qo'yman, ber. Bermayman. Jinni bizga uyat bo'ladi, ber qizlar. Oling, bermayman, nima berar? Qizlar jivachkasini berib qo'yman deyapman, hozir dabdalay chiqazaman, ber. Sizmi? Ha. Menimi? Ha. Chiqazi. 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 Voy, Ey! Bor. Qarshingizda qo'ni-qo'shnisi va qarindoshlardan boshqalar ham tanishib boshlayotgan boshlovchi Abdufattoh Abdaliyev. Assalomu alaykum. Bravo jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi Farhod va Shirin botanika bog'ida. Farhod. Shirin. Farhod. Shirin. Farhod. Shirin. Farhod. Shirin. 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 Farhod. Shirin. Farhod. Aa. Shu qo'lim og'riyapti nimagadir. Qara. Assalomu alaykum. Kapitan Bo'riyev. Nimalar qo'sila bu yerda? Ha, jamoat joyida. Sizga 5000 ishtirab, sizga 25000 ishtirab. Nimaga bunga 25000, menga 5000 erkakman men-u. Bo'lsa bir xil bo'lsa. Ey ukam, bugun seni men birinchi marta ushyapman. Bu qizni men 5-marta ushyapman. Voy, menga qarang. Qizishmang, bularning gapiga e'tibor bermang. Xo'p. Qarang, qo'lim yomon qattiq og'riyapti-ya. Tuzatib qo'yaymi? Ha. Ana. Voy, tuzalib qoldi. Bunisi ham og'riyapti. Bo'ldi. Ana. Voy, bunisi ham. Kechirasiz, shu bo'ynim rosa og'riyapti-ya. Ana. Voy, tuzalib qoldi. Kam zo'r xalal berdim. Da qarog'imni zo'r doktorga o'xshayapsan. Gemoroid davolayapsanmi? Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi dam olish maskanidagi otaxon. Xo'sh. Ya otam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, endi sekin. Qizlar bor ekan bir. Ha, endi bir yoshingni estiysizmi? Gaplashib bermaysanmi? Ya. Yo'qsa parod bo'lib qolasiz. Ha, to'g'ri, lekin hadisa ham parod bo'lib qolishi mumkin. Ha, otam massaj olgani keldingizmi? Ha. Qani yoting, bu yoqdan yoting, bu yoqdan yoting. Yoting otam. Qani? O'zim chiroyli qilib bir yoshingni esiz. Qani? Massaj qilasanmi? Ha, bir massaj qilib, o'zim sizni. Ha, ya, oho, tuzlar ham rosa osteoxondroz bo'libsiz otam. Voy, Tayson u. Ha, hozir uzr, telefon. Alo. Ha, yaxshimisan? Voy. Ha, metron topolmayapsanmi? Men senga necha marta aytganman, Toshkentga kelganda kartangni olib yurgin deb. Qara, qayoqdasan? Yunusoboddami? Oh, ana shu Ha, Yunusobodda shunday yursang, ana universitet Kalsavoy bormi?
Ha, o'sha Kalsovoydan o'tib, Astanovka bor, to'g'rimi? Ha. O'sha Astanovkada avtobusga o'tirdingmi? Ha, avtobusdan borib Buyuk yo'lda tushasan, tushganiga yo'l nari betiga o'tsang metro bor. Metroga kirasan, shunday. Stop. Metroga kirmay qo'ysa kerak emas. Davom etamiz. Bizda Koreya seriallariga mukkasidan ketgan oila. Oppa! Nega manyam o'niraman ko'rilishimyon kepim o'richonya. Nega chilgoq va kepim chushiyonni oppa. Voy chalmisayo, nene charemenimni shag'lo doimnido. Nima deyapsan xotin? Mosara to'kib keliydi va men. Bor to'kib. Barchamiz bilamiz, Amerikaning Las Vegas shtatida dunyoga mashhur musiqali fontan bor. Ko'ramiz bizda Las Vegasdagi musiqali fontan. Ana endi Dubaydagi dunyoga mashhur bo'lgan musiqali fontan. Va nihoyat o'zimizning chekka qishloqlardagi musiqali fontan. Mana yana buzilibdi-ku. Eshmurod tegganmi deyman hozir. Ash chekasdan. Bunaqa fudashda meni o'pkam yirtilib ketadi. Nasos topki. Azizlar, konsert dasturimiz davom etadi. Biroz daqiqalardan so'ng Bravo jamoasi bilan yana ko'rish imkoniyatiga egasiz. Hozir esa sizning xizmatingizda vaqtinchalik Bravo jamoasi bo'ldi. Azizlar, barchangizga fayzli oqshom tilaymiz. Dillarga xush yoquvchi ajoyib taronalardan, qo'shiqlardan avval yana qalblarimizni hayajonga soluvchi she'rga navbat bermoqchiman. Ey hayot deyilgan mo'jiziy qudrat, tiriklik atalgan buyuk ibtido, menga do'stlar berding, do'stlik-ku hikmat, tanholik davriga u tanho davo. Olamda bor bo'lsa neki farog'at, avvalo do'stimga ko'rurman ravo. Yuragimni olgin, roziman, faqat meni do'stlarimdan qilmagin judo. Iltijo qilurman senga tabiat, meni pok niyatdan ayirma aslo. Sahnaga latif do'stlar, xushovoz xonandalar Alisher va Jasurbekni yana bir bora taklif qilamiz. Marhamat. Shodligingda ham bor u ham
musibat balo bo'lmagay nur doimo shunday aziz bebaho bir do'sting bo'lsan ekan bir do'sting bo'lsan ekan bir do'sting bo'lsan ekan molingga emas joningga do'st bo'lib tursan ekan bir do'sting bo'lsan ekan chin do'sting bo'lsan ekan boylikka emas boringga do'st bo'lib tursan ekan sen tomon bo'lib har on yuz o'girmay hech qachon ko'ksini qilib qalqon bir do'sting bo'lsan ekan olis ketsang kutguvchi seni deb qayg'uruvchi dardingni tinglaguvchi bir do'sting bo'lsan ekan sen tomon bo'lib har on yuz o'girmay hech qachon ko'ksini qilib qalqon bir do'sting bo'lsan ekan olis ketsang kutguvchi seni deb qayg'uruvchi dardingni tinglaguvchi bir do'sting bo'lsan ekan bir do'sting bo'lsan ekan chin do'sting bo'lsan ekan molingga emas joningga do'st bo'lib tursin ekan bir do'sting bo'lsan ekan chin do'sting bo'lsan ekan boylikka emas boringga do'st bo'lib tursin ekan Alisher Zokirov, Jasurbek Mavlonov. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum. Zohidjon Nurmatov bizni shu konsert dasturimizni Rahmat do'stim. sababchisi, bizni prodyuserimiz, bizni chin do'stimiz. Zohidjon Martina bo'lsin. Nurmatov. Do'stligimiz abadiy bo'lsin do'stim. Marhamat, davom etamiz qo'shiqlarda. Hey, yaxshi kayfiyat bilan. Labida bolim, ko'zida xolim, ko'z munchog'im sog'indim labida bolim, qo'shi kamonim, kelin diyorim sog'indim mayin yog'ib keldi yomg'ir seni menga meni senga uchrashtirsin yomg'ir mayin yog'ib keldi yomg'ir sog'indim-ku yana qancha qilay sabr barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. arazladingmi nechun xafasan yuzingni burding mendan qochasan yomg'ir ostida keting deding mayli keturman menday yorni qaydan topasan mayin yog'ib keldi yomg'ir seni menga meni senga uchrashtirsin yomg'ir mayin yog'ib keldi yomg'ir sog'indim-ku yana qancha qilay sabr asalmo yig'latding-yo kuyib ketdim kuylatding-yo asalmo go'zalimo
Osmon yig'lar to'kib yomg'ir yig'latding yo. Mayin 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 yog'ib keldi yomg'ir. Seni menga meni senga uchrashtirgan yomg'ir. Mayin 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 yog'ib keldi yomg'ir. Seni menga meni senga uchrashtirsin yomg'ir. Tumor raqs ansambli. Qarsagiylar. Rahmat, rahmat. Men bir og'iz tanishtirib ketishim kerak. Abdurauf Shoh internetda ko'p ko'rasizlar, Instagramda. Juda ham yaxshi xonanda yigit. O'zi Qirg'izistondan keldi, meni muxlisim. Qarsagiylar bo'lsin. Juda ham yaxshi xonanda. Men o'zi muxlisiman bu yigitda. Bir og'iz gapirib qo'ying. Juda ham xursandman, Jasur aka. Xursandman. Hayajondaman. Shunchalik konsertga taklif qilib chaqirganingiz uchun juda ham xursandman akajon. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bizga nasib qilsin, birgalikda konsertlar qo'yaylik ikkalamiz. Sog' bo'ling akajon. Rahmat. Abdurauf Shoh, qarsagiylar bo'lsin. Otalari bilan kelibdilar Qirg'izistondan. Muxlisimiz. Endi yuqorida va internet orqali ko'pchilik muxlislarimizga va'da qilganimizdek, bizda ham premyera bo'ladigan tashkilotimiz bor. Klip premyerasi sizlarga namoyish qilamiz. Marhamat. Muhabbatni ozoriga chidolmadim yorim netay. Uzoqlashma yorim mendan, qo'llaringdan bir bor tutay. Muhabbatni ozoriga chidolmadim yorim netay. Uzoqlashma yorim mendan, qo'llaringdan bir bor tutay. Boqib ko'zim kular, yonimda bo'l ko'nglim to'lar. Senga boqib ko'zim kular, yonimda bo'l ko'nglim to'lar. Agar meni bu dam unutsang, boshim olib qayga ketay. Agar meni bu dam unutsang, boshim olib qayga ketay. Muhabbatni ozoriga chidolmadim yorim netay. Uzoqlashma yorim mendan, qo'llaringdan bir bor tutay. Muhabbatsiz yashab bo'lmas, sevganisiz ko'ngli to'lmas. Muhabbatsiz yashab bo'lmas, sevganisiz ko'ngli to'lmas. Ikkita dil birga bo'lsa, mangu yashar sevgi o'lmas. Ikkita dil birga bo'lsa, mangu yashar sevgi o'lmas. Muhabbatni ozoriga chidolmadim yorim netay. Uzoqlashma yorim mendan, qo'llaringdan bir bor tutay. Ketma yiroq, qalbimda bo'lmangu chiroq. Qo'ling olma ketma yiroq,
qalbimda bo'lmangu chiroq sening ishqing menga qalqon yo'qsa o'rtar cheksiz firoq sening ishqing menga qalqon yo'qsa o'rtar meni firoq muhabbatni ozoriga chidolmadim yorim yetay uzoqlashma yorim mendan qo'llaringdan bir bor tutay muhabbatni ozoriga chidolmadim yorim yetay uzoqlashma yorim mendan qo'llaringdan bir bor tutay qo'llaringdan bir bor tutay qo'llaringdan bir bor tutay insonni tanasidagi eng nozik a'zo bu yurak hisoblanadi. Yurakka o'q ham uzish mumkin, gap bilan ham o'q uzish mumkin. Rahmat sizga. Rahmat, rahmat onajon, sog' bo'ling. Rahmat. Onam bordi, ikkinchi onangizman men bola. Rahmat. Assalomu alaykum. Bolajonim va mehmonlari, hammalari xush kelibsizlar. Meni bolajonim mana birinchi marta katta sahnada konsert beryapti. Umri uzun bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Bundan ham ijodlari barkamol bo'lib, bundan ko'p konsertlar qo'yishni nasib etsin. Men farzandim ana shu Jasurbekning o'rtog'i edi. Bevaqt o'lim oralarimizdan olib ketdi. Bolajonim umri uzun bo'lsin, ikkalasini ko'rsangiz egizak edi. Mana rasmlarni olib kelganman. Bolam bundan umri ziyoda bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling onajon, rahmat. Katta rahmat. Farg'onadan kelganlar onaxonimiz, Vodiydan kelganlar umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat, rahmat, rahmat. Samarqanddan kelgan mehmonlar, rahmat, rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat, singillarimiz, sog' bo'linglar. Rahmat. Shahrisabzdan mehmonlar onaxonimizga qarsak bo'lsin. Rahmat onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. Alisherda onalari. Rahmat, rahmat, rahmat. Rahmat onajon. Rahmat onajon. Rahmat. Rahmat, rahmat. Tashakkur. Rahmat. Fonlar uchun rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Katta rahmat. Tashakkur. Rahmat. Insonning tanasidagi eng nozik a'zo bu yurak hisoblanadi. Katta rahmat. Yana yuragim degan yangi ashula qilganmiz. O'sha ashulani e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat, ko'tarinki kayfiyat tilaymiz barchalarga. Yana yuragimni qiynar azoblar, yana vujudimni
qiynar azoblar, yana vujudimni qiynar ozorlar. Ko'zlarimda qoldi yolg'on nigohlar, unutib bo'lmas dilda armonlar. Yana yuragimni qiynar azoblar, yana vujudimni qiynar ozorlar. Ko'zlarimda qoldi yolg'on nigohlar, unutib bo'lmas dilda armonlar. ijro qiladigan qo'shig'imdan oldin sizlarga bir ko'z oldimda bo'lib o'tgan, o'zim ko'zim bilan ko'rgan bir voqeadan so'zlab bermoqchiman. Bilasiz, biz san'atkorlar doim elning ichida, to'ylarda, konsertlarda yuramiz, xalqning xizmatida. Bundan bir 2 yilcha oldin bir viloyatga to'yga bordim. Bir hashamatli xonadonda xizmat qilishim kerak edi va biz yetib bordik o'sha xonadonga. Yetib borganimizdan bizni o'sha to'y bo'layotgan xonadonning yonidagi qo'shni xonadonga joylashtirishdi biz san'atkorlarni. Birpas choy-poy ichib olishimiz kerak edi. To'yga kiyadigan kiyimlarimizni kiyib, sozandalarimiz bilan tayyorgarlik ko'rishimiz kerak edi. 2 soatcha oldin borganmiz. Biz o'tirgan xonani eshigini taqillatib, o'sha biz kelib o'tirgan qo'shni xonadonning egasi kirib keldilar. Ko'rinishlaridan chamasi 50 yoshlar atrofida. Keling amaki deb ko'rishdik, hol-ahvol so'rashgan bo'ldik. Menga aytdilarki, Jasurbek, sizni shu Rizvongul degan ashulangizni juda ham yaxshi ko'raman. Oynai jahon orqali shu qo'shig'ingiz qo'yilganda mazza qilib tinglayman, hatto o'ynagim keladi dedilar. Men aytdimki, bo'ldi. Hozir 2 soatdan keyin qo'shningiz uyida to'y boshlanadi. O'sha to'yda siz uchun shu ashulani bir marta emas, 2 marta ijro qilib beraman desam, u amaki ozgina ma'yus tortdilarda, yo'q. Men bugun qo'shnimni to'yiga chiqmayman deb qoldilar. Nimaga chiqmaysiz? Qo'shningiz to'y beryapti. Yo ozgina betobmisiz deb qiziqilganda, mana shu bugun elga osh berayotgan, dang'illama to'y qilayotgan mana shu qo'shnim meni tug'ishgan ukam bo'ladi dedilar. Bundan 12 yil oldin otam dunyodan o'tib ketganlarida biz mana shu hovlini ukam bilan talashganmiz. Men kichik farzandman. Men bu xonadonning egasiman deb ukam meni oilam bilan ko'chaga chiqarib yubordi. Hali u qarindoshnikida, hali bu qarindoshnikida, hali ijarada turgan bo'lib, 2 yilcha sarson, sargardon bo'lib yurdim. Mahalla kuy aralashib bu xonadonni 3dan birini menga olib beradigan bo'ldi. Ko'chib ham keldim. Bag'ri ochib ukamning yoniga bordim. Ukajon, elning og'ziga tushib bo'ldik. Kel, farzandlarimizning kelajagi uchun biz yarashaylik, yaxshi bo'lishimiz kerak deganimda ukam hatto menga qayrilib ham qaramadi. O'sha 2 yil sarson sargardonchilikda yurgan paytlarimda bir qattiq kasalga duchor bo'ldim. Qandli diabet kasalligiga duchor bo'lib, to'shakda ana ketdi, mana ketdi bo'lib yotdim. Shunda ham ukam kelib bir holimdan xabar olmadi. Axir otamdan, onamdan qolgan yolg'iz yodgorim shu ukam emasmidi deb ko'zlariga yosh olib qoldilar. To'g'risi biz sozanda yigitlar bilan xonada qiy-chuv qilib, hazil-huzul qilib turgan edik. Hamma yoq xuddi suv qo'ygandek jimlikka cho'mdi. Xullas to'y boshlandi. To'yga ko'p o'sha ukaning yaqinlari keldi. Ammo aka yo'q edi. Kazolar kelib ukani xo'p bag'riga bosib, uni sha'niga ko'p iliq so'zlar aytishdi. Ammo aka yo'q edi. To'yni qanday o'tkazganimni bilmayman ochig'i. Mashinaga o'tirib Toshkentga qarab yo'l oldik. To Toshkentga kelguncha 5 soat vaqt o'tdimi, oradan 6 soat vaqt o'tdimi, tong yorishib kelyapti. Ko'zimga zarracha uyqu kelmadi. Aka-ukalarning oqibati to'g'risida bir qo'shiq yozdim. Hozir sizlarga shu qo'shiqni ijro qilib bermoqchiman. Men nima demoqchiman? Akami, opami nima bo'lganda ham ular bizdan yoshi katta. Hatto ulardan xatolik o'tgan taqdirda ham biz kichiklar
doim ularga bag'rimizni ochib, qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, xo'p bo'ladi deyishimiz kerak ekan. Mana bu voqeadan xulosam va tilagim shuki, aka-ukalarni, qondoshlarni, qavm qarindoshlarni orasidan hech qachon nizo paydo bo'lmasin. Marhamat, qo'shig'imiz sizlar uchun. Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam, qayg'urib ertamni o'ylagan akam, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Ishongan tog'imsan o'zing g'ururim, qalqonim eding-ku hammadan zo'rim, kasal bo'lma endi ey ko'zim nurim, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Gohida beboshlik qildim, tajanglik qildim, ko'p yoshlik qildim, dilxunlik qildim, dilxushlik qildim, nomard kimsalardan bo'lmadi samar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. Haling so'ralmadim, yoshim to'kaman, nega asralmadim, iztirob chekaman, qadringga yetmagan men qanday ukaman, dunyoga keltirgan bir pushti kamar, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Gohida hayotni kuzatdim sokin, hatto begonalar jigardan yaqin, yanada ochildi ko'zlarim yorqin, men go'dak ukangni kechir bir safar, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Jon og'am ulg'aydim, qalqoning bo'lay, madoring yo'qmi ay, darmoning bo'lay, bir didorlashaylik, mehmoning bo'lay, yoningda yuksalay men osmon qadar, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam, qayg'urib ertamni o'ylagan akam, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Hey, bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Ton bazmi yo'q. Rahmat. Rahmat aziz muxlislarimizdan katta rahmat. Umringlar uzoq
bo'lsin. Katta rahmat. Samarqanddan mehmonlarimiz, marhamat. Onajon rahmat. Xorazmdan muxlislarimiz. Rahmat onajon, rahmat. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Azizlar, konsert dasturimiz davom etadi. Konsert dastur davomida ko'plab muhabbat mavzusidagi qo'shiqlarning guvohi bo'lib kelyapmiz. Muhabbat mavzusida gap ochilganda savol paydo bo'ladi. Kimning muhabbati kuchli? Yigitlarnikimi yoki qizlarnikimi? Bu savolga esa quyidagi o'qiladigan she'rlarimizdan javob topishingiz mumkin bo'ladi. Undan oldin esa qizlar bo'lsin guloyim, bugun bo'lsin muloyim. Kim olqishlab turmasa, ersiz qolsin iloyim. Ana endi quyidagi o'qiladigan she'rlarimizdan jamiyatda erkaklarimiz qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuhratshon qalamiga mansub bo'lgan she'rni qabul qilib olasiz. Erkaklar bo'lmasa aytilmas azon, erkaklar bo'lmasa qaynamas qozon, erkaklar bo'lmasa chaqaloq qayda, erkaklar bo'lmasa shapaloq qayda. Dunyo turguncha turing erkaklar, doimo hurmatda yuring erkaklar. Erkaklarimiz uchun bitta guldiroz olqishlaringizni ayamaysiz. Gap yo'q. Dahshat she'rlar bo'ldi. Endi kechirasiz, endi bunaqa bir sevgi muhabbat mavzusida emas-u, bir boshqacha mavzuda bizda ham she'rlar bor. Maylimi? Mayli. Mana ajoyib ukamiz, qani Isroiljon bosing uka. Yozuvchining ish quroli ruchkasi. Chilla qishning eng yuqori tochkasi. Yasha. Qishti kuni urushmangiz xotin bilan, yaxshi xotin qishning eng zo'r pechkasi. Yaxshi. Menda ham zo'r she'r bor. Qani bir shoirona o'qing. Shoirona. Mahorat bilan shoirona. Chiroy bilan. Kecha oqshom falakda katakka kirib, eng semiz kurkadan tuxum so'rurmen. Ul kurki egilib boshini bukib, aytadur, axir men erkak kurkamen. Mana bo'ladigan haqiqiy she'r. Ariq bo'yida terak. Terak hammaga kerak. Yashang. Ichimizda Ahmad bo'ydoq, srochli xotin kerak. Menda ham zo'ri bor. Qani? Erim Damas haydaydi. Juda uzoq haydaydi. Uyga chiqib kelganda meni uydan haydaydi. Bravo jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi qishki Qahratonda chin do'stlar ko'chada. Nima bo'ldi? Uyga ichib keldim, xotinim haydab yubordi. O'zing ne chiqding? Bizda ham shu ahvol. Ichib bordim, tep haydab yubordi uydan. O'zingizda-chi tinchlikmi? Xotinim ichib kelgan ekan, meni haydab yubordi. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi haligacha sho'xligi qolmagan kampirlar. Voy. Mog'i. Ay, shoqi. Qalay bo'ldi uchrashuv? Voy, gapirma. Rosa zo'r bo'ldi, voy. Zo'r bo'lgan bo'lsa, qalay tish qaytar. Qaytar. Riqnasa. Mashina ol. Mog'i? Restoranga bordinglarmi? Voy, bilishingni. Voy, birinchisiga shashlik yeyapsizlarmi? Aynan. Voy, ikkinchisiga qozon ko'p yeyapsizlarmi? Voy, chatosan. Mog'i. Kutib oling, bizda lag'mon cho'zish musobaqasi. Ladies and gentlemen, bugungi davramizda 2 nafar ishtirokchi ajoyib tayyorgarlik ko'rib kelishgan. Ya'ni kim? O'zbekistonlik Ahmadboy hamda xitoylik Umidli. Ko'ramiz lag'mon cho'zish musobaqasida kim g'olib bo'lar ekan. Boshlaymiz.
Hayotda haqiqiy sevgi qanchalik kam uchramasin, haqiqiy do'stlik undan ham kam uchraydi. Jannat makon yurtimizda mana shunday aql do'stlar ko'payaversin. Sizning xizmatingizda Bravo jamoasi bo'ldi. Onajon, farzand bo'lib bugun sen haqingda bayt o'qimoqchiman. Undan bo'lak qo'llarimdan tutmagan hech kim. Bemor bo'lsam undek g'amlar yutmagan hech kim. Jondan kechib jonim bolam odam bo'lsin deb bu kunlarni onam kabi kutmagan hech kim. Yuragimni armon degan qorini kurab, bizni tog'dek suyib o'zi ichidan nurab, joy namozda ko'zi yosh to'kib Xudodan so'rab, bu kunlarni onam kabi kutmagan hech kim. Topilgaydur davlatingga mudom do'stu yor, yana qancha qora ko'zlar haqqi senda bor. Mendan hech ne umid qilmay, bitta intizor. Bu kunlarni onam kabi kutmagan hech kim. Nurli yo'llar tilab hatto oydan quyoshdan, gul o'ndirgan kabi taqdir buyurgan toshdan, qancha issiq sovuqlarni o'tkazib boshdan. Bu kunlarni onam kabi kutmagan hech kim. Ey azizlar, bor mehringiz onamga bo'lsin. Shu mushtipar, shu mo'tabar odamga bo'lsin. Onam aytsa, mayli so'ngra bolamga bo'lsin. Bu kunlarni onam kabi kutmagan hech kim. Onalarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Keling do'stlar. Onajon umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling, baxtimizga bizni xuddi onam kabi Prodyuserimiz Zohidjon Nurmatovni onalari albatta biz ham hoji onamiz. Onajonmi? Siz ham bizni yutug'imiz, siz yutug'ingiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat. Davla bo'luna farzandu Alloh hamisha chiqishlaringni hamma kutib intizor bo'lib kutadigan bo'lsin. Meni bolamni ham tinch joylari sog', umrlari uzun bo'lsin. Baxtimga sog' salomat bo'lsin. Bolalarim hamisha Allohga yaqin bo'luna. Rahmat. Hojiona umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Qanchalar baxtli edik yorim, esingdami? Qanchalar men sensiz, sen mensiz yasha olmas edik. Qanchalar ayrilamiz, aytmay sabab. Yo'q, men seni
unutolmayman yo'q yo'q sen meni unutolmaysan yo'q tushlaringga kiraveraman 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 xayolingda yuraveraman 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 unutganday bo'laverasan 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 lekin afsuski sevaverasan 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 top 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 yuragim top ko'nglim top sirlarim top sen bilan tugadi ku muhabbat sarot to'xta boshqa bu mavzuga qaytmaymiz deb va'da berdi endi sen ham men ham qiynalmaylik iltimos sevar edim sevgimga bo'ldi e'tiroz afsus vaqtimizda chegara bor biroz bizni taqdirimizni boshqalar hal qildi biznichi eshitishmadi xolos unutmoq osonmidi ayt yorim shunchalar o'zgarding aldaysan meni bunchalar bunchalar yolg'onlaring ko'p qanchalar yo'q men seni unutolmayman yo'q yo'q sen meni unutolmaysan yo'q tushlaringga kiraveraman 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 xayolingda yuraveraman 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 unutganday bo'laverasan 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 lekin afsuski sevaverasan 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 tushlaringga kiraveraman 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 xayolingda yuraveraman 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 unutganday bo'laverasan 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 lekin afsuski sevaverasan 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 labay to'g'risini aytsam hozir oxirgi qatorlardan birida o'tirgan bir do'stim orqadan kelib aytdi oyog'ingni qaltirayotgani shuncha orqadan turib menga sezilyapti odamlar sezmayaptimi ekan deb savol berdi menga faqat to'g'ri tushunasizlar bu birinchi ilk konsertimiz men sizlarga so'z beraman sizlar uchun eng vafodor xonanda bo'laman bevafo bevafo ekan bevafo yor nega bevafo bedavo yurak bedavo yo'q senda vafo bevafo yor nega bevafo bedavo yo'q senda vafo sizlarni yaxshi ko'raman
Ko'zlarida yolg'onlari bor, yuragida alamlari bor, sevishida gumonlarim bor. Sezaman, sezmaydi hech. Kunduzim qorong'u go'yo, lablarim sezmaydimi yo? Ko'z yoshim bo'lar bir daryo. Sezaman, sezmaydi hech. Bevafo, bevafo ekan bevafo. Yor nega bevafo? Bedavo, bedavo yurak bedavo. Yo'q senda vafo. Bevafo, bevafo ekan bevafo. Yor nega bevafo? Bedavo, bedavo yurak bedavo. Yo'q senda vafo. Muhabbat savollaridan topolmay javoblaridan charchadim qiynoqlaridan. Sevaman, sevmaydi hech. Qilibman ishqda zo'r tilak, o'zgaga dil berdim malak, bilmayin beribman yurak. Sevaman, sevmaydi hech. Bevafo, bevafo ekan bevafo. Yor nega bevafo? Bedavo, bedavo yurak bedavo. Yo'q senda vafo. Bevafo, bevafo ekan bevafo. Yor nega bevafo? Bedavo, bedavo yurak bedavo. Yo'q senda vafo. Bevafo, bevafo ekan bevafo. Yor nega bevafo? Bedavo, bedavo yurak bedavo. Yo'q senda vafo. Bevafo, bevafo ekan bevafo. Yor nega bevafo? Bedavo, bedavo yurak bedavo. Yo'q senda vafo. Qo'shiqlarimizni yana davom etamiz. Marhamat. Qo'ynida sog'inchlar avjida, va'dalar qolmagan nega ko'chida. Men o'yladim shunchaki esladim, lekin negadir kecha olmadim, kecha olmadim. Yana sog'inch eltadi shamollarni bag'riga. Bu sog'inchlarimga, og'riqlarimga o'zim ega. Yana sog'inch eltadi shamollarni bag'riga. Bu sog'inchlarimga, og'riqlarimga o'zim ega.
yana sog'inch eltadi shamollarni bag'riga. Bu sog'inchlarimga, og'riqlarimga o'zim ega. Yana sog'inch eltadi shamollarni bag'riga. Bu sog'inchlarimga, og'riqlarimga o'zim ega. Karavan raqs ansambliga alohida qarsakinglar bo'lsin. Samimiy, iste'dodli ukamiz Jasurbek Mavlonov. Aziz do'stlar, san'at shaydolari, 2 yosh, lekin shu bilan birga juda ham iste'dodli yurtdoshingiz, ukalaringiz, san'atkorlarimiz bugun sizning qarshingizda imtihon topshirishdi. Keling do'stlar. Alisher Zokirov. Umid qilamizki, xalqimizni duosi bilan, siz azizlarimizni mehr muhabbatingiz bilan bu san'atkorlarimiz bundan-da yuqori cho'qqilarni zabt etishadi. Aziz do'stlar, mana shu konsertni e'tiboringizga havola etishda bir qancha zahmatkash fidoyi ijodkorlarimiz mehnat qilishgan. Ular sizning e'tiboringizdan juda ham mamnun bo'lishadi. Xalqlar do'stligi saroyining barcha xodimlariga, bosh rejissyori Zokirjon Qayumovga rahmat deymiz. Toshkent shahar hokimligi hamkorlarimizdan, O'zbek konsert muassasasi, konsert tashkilotchisi azizlar, Olov Nur Media art direktor Olovuddin Nurmuhammadovich, loyiha muallifi, prodyuser Zohidjon Nurmatov, konsert rejissyori Diyor Yangiboyev, rejissyor yordamchisi Umid Fayzullayev, badiiy rahbar Sarvar Bobojonov, administratorlar Dilfuza Karimova, Bekzod Panjiyev, Doston Rahimberdiyev, Rahmat. ovoz rejissyori Navruzbek Abdullayev, ma'murlar Davronbek Hasanov, Farruh Muqimov, bosh rassom Bahodir Tonyotarov, dekoratorlar Sobirjon Tonyotarov, Zafarjon Yusupov. Bizni tasvirchilarimiz Qobiljon Sotimov boshchiligidagi Bekshoh studiyasi, bosh homiy Berk bo'yoqlari, Emir butik saloni, qo'li gul libos ustalari, stilist Suhrob Nabiyev, axborot hamkori TV Top, Prolighting Media yoritish guruhi, LED Display ekran ustalari, Igor Iosis boshchiligidagi ovoz sozlash guruhi, Tumor raqs ansambli, Balitmeister Charos Jo'raboyeva, Karavan raqs dastasi, Toshkent shahar G'afur G'ulom nomli madaniyat va istirohat bog'i qoshidagi Durdona xalq folklor ansambli. Bizni jajji bo'lg'usi kelajagi buyuk san'atkorlarimiz Humo, Nihol bolalar raqs dastalari. Sizlarni bugun kuldirgan, ajoyib kayfiyat ulashgan Bravo jamoasi. Laziz Jo'rayev rahbarligidagi qo'riqlash xizmati yigitlari, balet ustalari, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistlar Amina Babajanova, Zamir Fazlutov, O'zbekistondagi eng mohir sozanda aka-ukalarimizga olqishlaringiz bo'lsin. Ajoyib aktrisamiz, sevimli aktrisamiz Dilnoza Kubayeva. Qarsakinglar bo'lsin.
Kelajakda